Bundan 1 yil oldin bizni professorim bilan birgalikda beauty industriyasini hozirgi kunda trendda bo'layotgan, hozir hamma o'sha qiziqyapti-da. Ko'pchilik menimcha qizlar qiziqsa kerak. Ishlatadiganlar bor, koreyskiy uходовый kosmetikalarni. Biza shuni 10 yil oldin professorim bilan birgalikda trendda bo'lishni kutirayotgan bu industriyani o'rganib, ilmiy ish yozib chiqqanman. Deyarli 100 betlik. Ha, aynan shunday. 11 yil oldin aksar o'zbek ayollari hatto K-beauty atamasi nima ekanini bilmagan paytda bu sohani kelajagi bor ekanini bilgan Farah ilmiy ish mavzusini aynan shu mavzuda tanlaydi. U vaqtda men O'zbekistonda do'kon ochib koreys kosmetikasidan mo'magina pul qilsa bo'ladi deb emas, bizni ayollar ham mana shunday premium lux sifatli kosmetikalar nima ekanini bilsin deb bu mavzuga qo'l urganman. Biz bilgan koreys kosmetikalar aslida boshqa, haqiqiy koreys xonimlari tanlaydiganlar esa aslida boshqa ekan qizlar deya butun O'zbekistonga jar solish uchun bu sohani tanlaganman. Umid qilamanki, sizlar meni eshita olyapsizlar va men O'zbekistonda missiyamni to'g'ri bajarmoqdaman. Barchangizni haqiqiy K-beauty asl mahsulot qanaqa bo'lish ekanini bilmoqchi bo'lsanglar, do'konimda kutib qolaman.